Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, what? When the when Russia, journalist, no practice. Tanımlanan İtalya Nazareth on askeri faoliyat vositasida maktabgacha yoshlik bolalarning ijobiy rivojlantirish ta'minlash metodikasini takomillashtirish maktabga tayyorlov guruhi misolida pedagogik fanlar ilmiy Bajargan pilot ular malaka disertasi shaxsiy hujjatlariga doir materiallarga Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi, ilmiy kengash a'zolari, hurmatli mehmonlar. Institutimizning mustaqil izlanuvchisi Po'latov Foziljon Usubjanovichning shaxsiy ma'lumotlari bilan tanishtirib o'taman. Po'latov Foziljon Usubjanovich 1984-yil 23-fevralda Namangan viloyati Chust tumanida ziyolilar oilasida tug'ilgan. Ma'lumoti oliy, millati o'zbek, oilali, 3 nafar farzandi bor. U 2001-2005 yillarda Namangan davlat universiteti san'atshunoslik fakulteti tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishida bakalavriat bosqichida o'qigan. 2005-2007 yillarda Namangan davlat universiteti san'atshunoslik fakulteti tasviriy san'at mutaxassisligi bo'yicha magistraturani tamomlagan. Po'latov Foziljon Usubjanovich o'z mehnat faoliyatini 2007-2008 yillar davomida Namangan davlat universitetida o'qituvchi lavozimida boshlagan. 2009-2011 yillarda Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti aspiranturasida tahsil olgan. 2012 yildan boshlab Muqimiy nomidagi Qo'qon davlat pedagogika instituti tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi o'qituvchisi. 2015-2018 yillarda shu oliy ta'lim muassasasining tasviriy san'at va muhandislik grafikasi kafedrasi vazifasi mudiri vazifasini bajargan. 2019-2020 yillarda maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti kasbiy qayta tayyorlash kurslari metodisti lavozimida ishlagan. 2020 yil
3-yanvardan boshlab Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha va musiqiy ta'lim kafedrasi katta o'qituvchi lavozimida ishlab kelmoqda. Po'latov Poziljon Usupjonovich tomonidan tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy rivojlanishini ta'minlash metodikasini takomillashtirish mavzusiga maktabga tayyorlov guruhlari misolida mavzuda 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligidan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi mavzusi bo'yicha hamda uning asosiy g'oyalari va mazmunini aks ettirgan 14 ta ilmiy ish, shu jumladan 2 ta metodik qo'llanma, O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari asosiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 6 ta maqola, jumladan 4 tasi respublika hamda 2 tasi xorijiy jurnallarda nashr etilgan. Malakaviy imtihonlar natijalari quyidagicha: ixtisoslik fanidan 76 ball, chet tilidan 65 ball, pedagogika nazariyasi va tarixi 76 ball, pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat fani 75 ball, mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi fanidan 78 ballga topshirgan. 2025-yil 16-martda Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar xulosasiga ko'ra himoyaga tavsiya etilgan. Ushbu majlis bayonnomasiga asosan taqdim etilgan hujjatlar asosida Oliy attestatsiya komissiyasining veb-saytida 2025-yil 17-fevralda Po'latov Poziljon Usupjonovichning falsafa doktori dissertatsiyasi himoyasi haqidagi e'lon qilingandan so'ng 2025-yil 4-avgustda Chirchiq davlat pedagogika universitetidan yetakchi tashkilot sifatida seminardan o'tgan va himoyaga tavsiya etilgan. Po'latov Poziljon Usupjonovichning dissertatsiya ishi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan antiplagiat nazoratidan o'tkazilgan. Uning natijalari quyidagicha: dissertatsiya ishining o'zbekcha varianti 85/100dan 62 ball, rus tili varianti 31.4%, ingliz tili varianti 40/100dan 10% tashkil etadi. Himoya uchun tayyorlangan barcha hujjatlar O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi talablari asosida rasmiylashtirilgan. Yaş otalardan hujjatlar. Onlar bormi? Asosiy mazmunlarimiz to'g'ri beriladi. Avvalambor Poziljon Usupjonovich nizomini yetarli Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy seminar raisi, a'zolari va hurmatli qatnashchilar. Men Po'latov Poziljon Usupjonovich ruxsatingiz bilan 13.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha tasdiqiy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy rivojlanishini ta'minlash metodikasini takomillashtirish maktabga tayyorlov guruhlari misolida mavzusidagi ilmiy tadqiqot ishini sizlarga havola qilmoqchiman. Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zarurati haqida to'xtaladigan bo'lsak, jahonda maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'lim tarbiyasi, ularning ijodiy rivojlanishini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan Koreya, Fransiya, Yaponiya, Germaniya kabi taraqqiy etgan davlatlar tajribasida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni jismoniy tarbiyasi bilan bir qatorda tafakkur erkinligi, ijodiy rivojlanishga jiddiy yondashiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijodiy rivojlantirishda qo'l keladigan metod, vositalar va usullarni aniqlash hamda buni nazariy, amaliy jihatdan belgilash, tasviriy faoliyat vositasida bolalarning ijodiy fikrlashini
rivojlantirish metodikasini zamonaviy talablar va ehtiyojlar asosida takomillashtirish, tasviriy faoliyatning bolalar ijodiy rivojlanishidagi o'rnini belgilash va bu borada tarbiyachi kasbiy kompetentligini ahamiyati va maktabgacha yoshdagi bolalarni ijodiy rivojlanish darajasini baholash mezonlarini ishlab chiqish muammolari bugungi kunda alohida dolzarblik kasb etmoqda. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarni ijodiy rivojlantirish metodikasini takomillashtirish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri deb ayta olamiz. Mazkur slaydda tadqiqotimizning dolzarbligi va zaruratini belgilab beruvchi huquqiy asoslarni ko'rishingiz mumkin. Muammoning ilmiy tadqiqot ishining o'rganiladigan darajasiga to'xtaladigan bo'lsak, respublikamizda aynan maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishga oid ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Bular Shin Abdurahmonova, Ibragimova, Qurvaliyeva, Qodirova, Abdullayeva, Mo'minova, Mavlonov, Karimova va boshqa olimlarning tadqiqotlarida o'z aksini topgan. MDH davlatlari mamlakatlari olimlaridan bolalar ijodkorligini rivojlantirish bilan quyidagi olimlar shug'ullangan. Bular Vetlugina, Gagabadze, Kazakova, Kamarova, Sakulina va boshqa olimlarni misol keltirishimiz mumkin. Xorijiy davlatlar olimlaridan italiyalik olim Montessori, belgiyalik olim De Crolli, fransiyalik olimlar Kergamat, Piaget va boshqa olimlar aynan maktabgacha ta'lim tarbiya ijodiy fikrlashni tasviriy faoliyat vositasida rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot ishining dolzarbligidan kelib chiqib, biz tadqiqotimizning maqsadini maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi tasviriy faoliyat vositasida tayyorlov guruhi bolalarning ijodiy rivojlanishini ta'minlash metodikasini takomillashtirish deb belgiladik. Yuqorida sanab o'tilgan olimlarning izlanishlariga doir nazariy manbalarni o'rganish va tahlil qilish natijasida tadqiqotimizning birinchi vazifasini maktabgacha yoshdagi tayyorlov guruhi bolalarni ijodini o'ziga xos xususiyatlarini, joriy holatini tahlil qilish hamda ijodkorligini rivojlantirishning differensial va integrativ pedagogik shart-sharoitlarini aniqlash deb belgiladik. Mazkur vazifadan kelib chiqqan holda quyidagi yangiliklarni aniqladik. Maktabgacha yoshdagi tayyorlov guruhi bolalarini tasviriy faoliyat vositasida ijodiy rivojlantirish metodikasini amaldagi holati differensial, integrativ, motivatsion, faoliyativ, refleksiv yondashuvlarga yo'naltirilgan pedagogik shart-sharoitlari, diagnostik, metodik tahlillash hamda shaxs rivojlanishini belgilovchi yosh psixologik xususiyatlarni o'zaro uyg'unlashuv asosida aniqlashtirilgan. Natijada ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalardan bolalarni ijodiy rivojlantirishning pedagogik jarayonini uchun o'quv metodik ta'minot ishlab chiqishda foydalanilgan. Natijada maktabga tayyorlov guruhi bolalarni ijodiy rivojlanishiga xizmat qilgan. Tadqiqotimizning ikkinchi vazifasi tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarni ijodiy rivojlantirishni ta'minlash metodikasini nazariy va amaliy jihatlarni asoslash orqali takomillashtirish deb belgiladik. Mazkur vazifadan kelib chiqib quyidagi yangiliklarni aniqladik. Tasviriy faoliyat vositasida tayyorlov guruhi bolalarni ijodiy rivojlantirish metodikasini badiiy asar, didaktik o'yinlar, tasviriy san'at namunalaridan foydalanish orqali ularning ijodiy fikrlash, shaxsiy rivojlanish, hayotiy ko'nikmalar hosil qilish, estetik diniy shakllanishga qaratilgan innovatsion yondashuvlarga ustuvorlik berish asosida takomillashtirilgan. Natijada tasviriy faoliyat vositasida badiiy asar, didaktik o'yinlar, tasviriy san'at namunalari misolida bolalarni ijodiy rivojlantirish metodikasini faoliyatlilik, mantiqiylik, dinamiklik tamoyillarga ustuvorlik berish asosida takomillashtirishga doir takliflardan san'at rivojlanish markazida ta'limiy faoliyatni takomillashtirish nomli metodik qo'llanma tayyorlashda foydalanilgan. Tadqiqotimizning uchinchi vazifasi tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi tayyorlov guruhi bolalarini
guruhi bolalarni ijodiy rivojlantirishning tuzilmaviy modelini takomillashtirish deb belgiladik. Mazkur vazifadan kelib chiqib quyidagi yangilikni aniqladik. Tayyorlov guruhi bolalarni tasviriy faoliyat vositasida ijodiy rivojlantirishning tuzilmaviy modeli faol rivojlanish sohasini aniqlashtiruvchi anglash, tuyg'u, xotira, tasavvur, fikrlash, mahsuldorlik, moslashuvchanlik, qiziquvchanlik kabi psixologik hamda tashabbus, mustaqillik, faollik, o'zini ifodalash, novatorlik, universallik, ruhlanish kabi shaxsiy sifatlarini o'zlashtirganlik darajasini bosqichma-bosqich aniqlashtirishni ta'minlash orqali takomillashtirilgan. Natijada tasviriy faoliyat vositasida tayyorlov guruhi bolalarni ijodiy rivojlantirishning tuzilmaviy modeli ta'lim-tarbiya jarayonida faol rivojlantirish sohasini aniqlash orqali tasviriy o'yin va o'yin tasviri jarayonidagi o'zgarishlarni natijalari hamda bolalarning ijodiy rivojlanishning tuzilmaviy bosqichlarini aniqlashtirishga oid taklif va tavsiyalardan malaka oshirish kurslari uchun o'quv modullari ishlab chiqishda foydalanilgan. Tadqiqotimizning 4-chi vazifasi maktabgacha yoshdagi tayyorlov guruhi bolalarni ijodiy rivojlantirish darajasini aniqlash mezonlarini ishlab chiqish hamda tadqiqot natijalarini matematik statistik tahlil qilish deb nomlangan bo'lib, mazkur vazifadan kelib chiqib quyidagi yangilik aniqlandi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tayyorlov guruhi bolalarda tasviriy faoliyat vositasida tasviriy san'at va hayotdagi go'zallikni idrok etish, yaratish, his qilish qobiliyatini rivojlantirish darajasini, faoliyat turlari bilan ijodiy rivojlanishning o'zaro aloqadorliklarini tamoyil asosida o'yin funksiyalarini bajara olish darajasini baholash mezonlarini universal qobiliyat va motivatsion ehtiyojlarga ustuvorlik berish asosida takomillashtirilgan. Natijada maktabgacha ta'lim tashkilotlarini ta'limiy faoliyatida mashg'ulotlarning sifat va samaradorligini oshirishga xizmat qilgan. Dissertatsiyamizning tasviriy faoliyat vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini ijodiy rivojlantirishning nazariy asoslari deb nomlangan 1-bobida tadqiqot muammosiga doir pedagogik, psixologik, ilmiy va nazariy adabiyotlar tahlili, tayyorlov guruhi bolalarini ijodiy rivojlantirishning pedagogik muammosi, tayyorlov guruhi bolalarini ijodining o'ziga xos xususiyatlari va ijodkorlikni rivojlantirishning shart-sharoitlari, maktabgacha yoshdagi tayyorlov guruhi bolalarini ijodiy rivojlantirishning tasviriy faoliyat vositalari bayon qilingan. Mamlakatimizda maktabgacha yoshdagi bolalarni, xususan tayyorlov guruhi bolalarini ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qiziqish tobora ortib, bu ham ilm fanda, ham maktabgacha ta'lim amaliyotida pedagogik izlanishlarni faollashtirishga ta'sir ko'rsatadi. Psixologik, pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijodiy qobiliyatlarning namoyon bo'lishidagi shart-sharoitlar ilk bolalik chog'laridan ham paydo bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi tayyorlov guruhi bolalarining ijodkorligi garchi u hali rivojlanmagan shaklda bo'lsa-da, lekin o'zida bolada katta yoshli kishilardan olingan bilimlar va mahorat chegarasidan tashqariga mustaqil chiqishga imkon beradigan muhim sifatlarga ega bo'lib, bolada sof insoniy ehtiyojni sifatida yuzaga keladi. Ijodiy faoliyat jarayonida bola o'z-o'zini iqtidorini ochib, bu unga o'z menini anglashga imkon beradi. Bolalar ijodkorlikni rivojlantirishning asosiy mazmunini yoritib beruvchi psixologik pedagogik tadqiqotlarning asosiy nazariy metodologik qoidalarini o'rganib chiqib, biz bolalar ijodkorligini o'ziga xosligini tahlil qildik. Ushbu tahlil natijalari katta yoshli kishi va bola ijodkorligi tushunchalarining asosiy xususiyatlari va ijodiy jarayonning tarkibiy qismlarini tashkil etuvchi komponentlarni aniqlash imkonini berdi. Bu taqdimotimizda shuni ko'rishingiz mumkin. Quyidagi jadvalda keltirilgan. Shuningdek, tadqiqotimiz jarayonida bolalar faoliyat turlari bilan ijodiy rivojlanishning o'zaro aloqadorliklari o'rganildi. Bolalar faoliyat turlari bilan ijodiy rivojlanish o'zaro aloqadorliklari har bir turning ijodiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Tajribaviy maydonda faoliyatning yetakchi turi hisoblangan o'yin faoliyati va bola faoliyatining mahsuldor turlaridan biri sifatida tasviriy faoliyat tanlab olindi. Bolaning tasviriy faoliyati unga atrof olamdagi hodisalar, tabiatdagi turli xil san'at asarlarini bilishda yordam beradi.
tashabbuskorlik va mustaqillikni namoyon etish, atrofdagi voqelik haqidagi o'z bilim va taassurotlarini yetkazish va unga munosabatini bildirishga imkon beradi. Bundan tashqari, ushbu bobda tasviriy faoliyatning ya'ni quyidagi vazifalarni ham aniqlab oldik. Maktabgacha yoshlarga tayyorlov guruhi bolalarda san'at va hayotdagi go'zallikni idrok etish, his qilish, uni tushunish qobiliyatini rivojlantirish, bolalarning go'zallikni yaratishda ishtirok etish istagini targ'ib qilish, badiiy ijod bilan tanishish va badiiy ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish. Tasviriy faoliyat avvalambor rasm chizish, bolani yaxlit shaxs sifatida shakllanishida, uning aqliy, axloqiy, estetik rivojlanishida eng muhim omil hisoblanadi. Tarbiyachi tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini maktabgacha yoshdagi tayyorlov guruhi bolalari uchun yanada qiziqarli qilish maqsadida estetik rivojlanayotgan predmetli fazoviy muhitni yaratishi, o'qitishning zamonaviy usullari va shakllari va vositalarini qo'llay olishi, turli xil san'at turlari imkoniyatlaridan keng foydalana olish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Tasviriy faoliyatning aynan noan'anaviy usuli ham ushbu faoliyatni innovatsion vositasi sifatida talqin etsak mubolag'a bo'lmaydi. Ulardan foydalangan holda o'tkazilgan mashg'ulotlar aynan bolalarda nafaqat rasm chizish, ya'ni ijodiy qobiliyatni rivojlantirish, balki undagi qo'rquvni yengishga, ya'ni rasm chizayotgandagi qo'rquvlarni erkin o'zini fikrini bayon etishga xizmat qiladi. Dissertatsiya ishining tasviriy faoliyat vositasida maktabga tayyorlov guruhlari bolalarni ijodiy rivojlantirishning amaliy asoslari deb nomlangan ikkinchi bobida tayyorlov guruhi bolalarni ijodiy rivojlantirish pedagogik jarayonda o'yin va tasviriy faoliyat funksiyalari, tayyorlov guruhi bolalarini ijodiy rivojlantirishda o'yin va tasviriy faoliyat integratsiyasi, tasviriy faoliyat vositasida tayyorlov guruhi bolalarini ijodiy rivojlantirish modeli bayon qilingan. Tayyorlov guruhi bolalarini ijodiy rivojlantirish pedagogik jarayonda o'yinli va tasviriy faoliyat funksiyalari, har bir o'yinni o'z foydali xususiyati bo'ladi. Yuqorida keltirilgan fikrlardan kelib chiqib biz o'yinda turli xil funksiyalarni ajratib ko'rsatdik. Ya'ni bu madaniyatning pedagogik fenomeni sifatida o'yin quyidagi funksiyalarni bajaradi. Bu yerda ijtimoiy madaniy funksiya, bolalarning o'zi yuzaga chiqarish funksiyasi, kommunikativ funksiya, dialogik funksiya, o'yin terapevtik funksiya, korreksiyalash va boshqalar. Bundan tashqari mazkur bobda tayyorlov guruhi bolalarni ijodiy rivojlantirishda o'yin va tasviriy faoliyat integratsiyasini bayon qildik. Integratsiya inson faoliyatini barcha sohalarda egallagan bilim malakalarini muayyan ishni bajarishga yo'naltirishni anglatadi. Mazkur tadqiqotda integratsiya komponentlari o'yin va tasviriy faoliyatni bir maqsad yo'nalishda qo'llanishini tushuniladi. Shuningdek, o'yin va tasviriy faoliyatning integratsiyasi tasviriy o'yin va o'yin tasvirini olish imkonini beradi. Bu universal qobiliyatlarni faol o'zlashtirilishini maydonini ochib beradi. Bu tayyorlov guruhi bolalarni ijodiy rivojlantirish modelini yaratishga asos bo'ldi. Taqdimotimizda modelimiz keltirib o'tilgan. Tadqiqot davomida biz bolalarni ijodiy rivojlantirish jarayonini texnologiyalashtirish uchun 3 bosqichni amalga oshirdik. Bular ko'paytirish, talqin qilish, ijodiy faollik. Dissertatsiyamizning tasviriy faoliyat vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarni ijodiy rivojlantirish bo'yicha pedagogik tajriba sinov ishlarini, ularning natijalari deb nomlangan 3-bobida tayyorlov guruhi bolalarni ijodiy rivojlantirish bo'yicha pedagogik tajriba sinov ishlarini tashkil etish va o'tkazish metodikasini, tajriba sinov ishlarini, dinamikasini va natijalarini tahlili keltirilgan. Pedagogik tajriba sinov ishlari asosan 3 bosqichda amalga oshirilgan. Bular 3 ta hududda, ya'ni Namangan, Navoiy va Toshkent viloyatlarida amalga oshirilgan.
tajriba sinov ishlarida jami 513 nafar tarbiyalanuvchilar jalb qilingan bo'lib, bulardan 264 nafari nazorat guruhida, 267 nafari tajriba sinov guruhlaridan iborat bo'ldi. Tadqiqotimiz natijalari asosida xulosa va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Bular avtoriyatimizda keltirib o'tilgan tanish. Marhamat. Qo'llanadi. Nargizni har doimiy yana o'yin mana shu sxemani bu amalga oshirilgan sxema asosida o'yin soatida maktabga tayyorgarlik borasida qanday ijodiy rivojlar bo'ldi. O'yin haqida gapirsak, biror bir o'yinni ochib bermadi. Yana bitta savolimiz, mobilni mezonga keltirganmiz. Mobilni mezonga keltirganmiz. Ikkita mezon. Bu yerda universal qobiliyat, motivatsion ehtiyoj. Lekin bizda klaslar faqat motivatsion ehtiyoj va uni ko'rsatkichlarini ko'rsatib bergan. Universal qobiliyat mezoni ochilgan bo'lsa, bu qayerda? Savollar tushunarlimi? Savollar uchun katta rahmat. Demak, katta yoshli kishi va bola ijodkorligining tahlili berilgan jadvalimizda. Bu yerda demak, ijodkorlik xususiyatlarini taqqoslashini ko'rsatadiki, bu yerda demak umumiy tasnif, psixologik tasnif, shaxsiy tasnif deyarli bir xil. Bu hamma bolada, ya'ni katta yoshli kishi va bolada ham, maktab yoshdagi bolada ham bir xil bo'ladi umumiy holatda. Lekin kichik yoshdagi bolalarda bu rivojlanish bosqichida bo'ladi. Ya'ni rivojlanish bosqichi. Ya'ni bu yerda keltirganimiz aynan maktabgacha yoshlik tayyorlov guruhi bolalarining psixologik tarkibiy qismlari faol rivojlanish bosqichida bo'ladi. Biroq kompetentlar xususida ayrimlarda farqlar mavjud. Bular bolaning ijodiy faoliyatida bunda kompetentlar bo'lib, kirishimlilik, novatorlik, ruhlanish, universallik kabilar sanaladi. Bu sifatlar bolaning ijodiy jarayonida ya'ni katta kishilik bola ham, katta yosh kishilik odam ham, ya'ni bola ham ikkalada ham o'sha misol uchun anglash, tuyg'u, xotira bo'ladi. Yosh bolada ham. Faqat katta yoshli kishida bu nima deydi? Noyob faoliyat bo'lib, bu aynan bir katta yoshli kishi rasm chizish jarayonida yaxlit san'at asarini yaratadi. Ya'ni katta yoshli kishi. Kichik bolalarda bu narsa hali to'liq san'at asari deb hisoblanmasa-da, lekin unda o'sish jarayoni bo'ladi. Ya'ni ijodiy turli xil fikrlashlar. Ya'ni bizga bu narsadan ko'proq ma'lum bo'ladi. O'zlari anglamagan holda ham bolalar, ya'ni yosh bolalarda bu yangi g'oyalarni, yangi tasvirlarni yaratishga, ya'ni ijodiy rivojlanishga, ijodiy rivojlanish bilan farqlanadi.
san'at asari o'zi ongli ravishda san'at asari yaratayotgan bilmaydi, lekin unda ham o'sha tasvir, ijodiy his-tuyg'u, tashabbur, mustaqil hammasi bor. Mazmun jihatdan ozgina farq qiladida bunda. Ya'ni mazmun katta yoshli kishi ongli ravishda uni bajaradi. Ya'ni mana shu har bir faoliyatini yosh bolalar shu narsa hali o'zi anglagan holda bajaradi. Mazmun. Ikkinchisi, bu yerda o'yin va tasviriy faoliyat integratsiyasi keltirib o'tilgan. Demak, bu ikkala faoliyat alohida faoliyat. Bizni asosiy dissertatsiyamizni mazmuni ham mana shundan iborat, ya'ni o'yin va tasviriy faoliyat integratsiyasi. O'yin va tasviriy. Ya'ni bu yerda o'yin birinchi sxemamizda mana bu yerda o'yin va rasm. Bola bu yerda demak ikki hodisani alohida mustaqil mavjudligi, ya'ni o'yin, bola faqat o'yin o'ynaydi, bunda rasm chizmaydi. Ikkinchisida rasm, yo faqat rasm chizadi, bunda o'ynamaydi. Bu yerda demak integratsiya mavjud emas, ikkala faoliyat. Endi bu yerda biror bir faoliyatini boshqasiga o'tkazish ro'y bermaydi, ya'ni integratsiya bo'lmaydi. Ikkinchisida bu yerda ikki hodisani tutash holda ko'rinishi. Bu yerda integratsiya yo'q. Lekin o'yin davomida biror bir yetishmayotgan o'yin predmetini ya'ni to'ldirishda rasmdan foydalanishi mumkin. Ya'ni birorta rasmdan foydalanib ketadi. Endi uchinchi holatda aynan o'yin va rasmni integratsiya, biror bir o'yin o'ynash jarayonida rasm chizadi. Bunga biz bitta metodika ishlab chiqamiz, ya'ni aynan o'yin tasviri deb nomlanadi. Bu yerda bola o'yin o'ynash jarayonida bevosita tasvir, rasm chizadi yoki applikatsiya qiladi yoki loyiha bilan mashg'ul bo'ladi-da, o'sha o'yinning natijasida yaxlit bir kartina hosil bo'ladi. Ya'ni bu yerda ham bola o'ynaydi, ham rasm chizadi. Misol tariqasida mumkinmi doskada ko'rsatib bersam? Tarbiyachilar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilar odatda biror bir sabzavot, meva, shu narsalarni qo'lga kelib chizdiradigan bo'lsa, shunchaki aksariyat holatlarda o'zini ya'ni fotosini yoki rasmini qo'yib qo'ydi, bolalarga shunchaki chizing deydi. Bunda bola faqatgina chizadi xolos. Shuni rasmni o'zi yoqadi. Ijodiy jarayon buncha ketmaydi. Biz mana shunday holatda, ya'ni bolalarga misol uchun geometrik shakllardan foydalanib tasvirlarni, mevalar, sabzavotlarni chizish metodikasini qo'llasak, chunki atrof olamni bilamiz, har bir narsani umumiy shaklda geometrik shakl tashkil qiladi. Misol uchun biz bolalarga avval shaklini chizib beramiz, bir nechta avval shakllarni. Kim qiladi? Tarbiyachi o'sha o'yin shaklida, ya'ni avvallar chizib beradi, ya'ni o'yinni boshida tushuntirib ketadi, o'yin natijasini. Endi bulardan bir ikkita yo'nalish beradi o'zi. Misol uchun mana shu avvalga bitta to'lqin chiziq tutashish orqali baqlajon shaklini chiqarib, mana bitta tutash to'lqin va baqlajon shakli hosil bo'ldi. Bolada yana qo'shimcha avvaldan nimalar chiqarish, ya'ni ijodiy jarayon sekin asta shakllanish boshlaydi. Ya'ni avvaldan yana u nimalar chiqara oladi. Misol uchun ikkinchisida yana bir yo'nalish berilishi mumkin. Avval shaklini chizadi, yoniga yoy shaklarini qo'shadi. Qo'shib bergandan keyin bunda mana qovoq shaklini osonroq chiqarish usulini o'rgatadi. Endi bolalarga, qolgan avvallarga bolalari ham, qani bolajonlar, sizlar ham o'zingizlar biror bir narsaning shaklini shu avval holatdan chiqaring. Bolalarda endi ana shunda ijodiy jarayon hosil bo'ladi va oxirida yaxlit rasmlar, tasvir hosil bo'ladi. Ana shu o'yin tasviri deb nomlanadi. Ya'ni bunda yoki bo'lmasa sehrli daraxt deb nomlaymiz, bir daraxtni tarbiya chizadida unga aylanalar chizadi va u bolalarga qani daraxtimizda nimalar bo'lishini xohlaysiz? Erkin rivojlanishga, ya'ni ijodiy rivojlanishga undaydi. Faqatgina o'zi rassom bilan
rasm chizuvchini o'rtasida ham farq bor-da. Misol uchun rassom ijod qiladi, ijodiy jarayon bor. Rasm chizadigan biror narsa shunga asliga qarab o'xshatib beradigan unda ijod yo'q. Xuddi duradgor bilan yog'och o'ymakorga o'xshaydi. Duradgor eshik romni stanokda chiqarib eshik yasaydi, bo'ldi, u ham yog'och bilan ishlaydi. Lekin yog'och o'ymakor naqsh elementlarini chizib, uni o'yib, yangi ijodiy kompozitsiya hosil qiladi. Bolalarda ham xuddi mana shu narsani biz, ya'ni o'yin faoliyati bilan ijodkorligini o'yin tasviri deb nomlaymiz. Uchinchi savol bu baholash mezonlari, kriteriyalari, bu yerda o'sha universal qobiliyat ko'rsatkichlari va motivatsion ehtiyoj tanlagan olganmiz. Bu yerda bizda aynan bu yerda ko'rsatkichlar, ya'ni faoliyat tashabbusining tabiati, faoliyat motivi, maqsadga erishuv vositalarini tanlashda mustaqillik darajasi deb belgilab olingan. Bu yerda o'sha 3 ta boshda past, o'rta, yuqori darajalarda olganmiz. Bunda o'sha past darajada tashabbuskor, ya'ni bunda tarbiyachi tomonidan ko'p narsa bolalarga tushuntirib, hamma narsa tayyor qilib beriladi. Unda bola uncha boshlamaydi. O'rta darajada tashabbuskor istaklarini bayon qiladi, ya'ni tarbiyachi nima qilish kerakligini tushuntiradi, bolalar sekin asta bajaradi. Yuqori bosqichda esa bola o'zini faoliyatini, ya'ni o'zi boshlaydi, mustaqil ravishda ijod qilib boradi. Bu yerda o'sha ikkita mezonni asos qilib olganmiz. O'zim 3 ta savolga javob oldingizmi? Rahmat. Marhamat, muhokama davom etiladi. Siz qanaqa savollar? Rahmat, javob. Bu modelde faol rivojlanish sohasida komponentlarni modellarga tashkiliy o'yini komponentlari hamda o'yin tashkilining komponentlari aynan birga kelyapti. Bu sababi nimadir? Agar misol tashkiliy o'yin komponenti bilan o'yin foydalanmasdan ko'ra kelyapti. Bu birinchi savol. Ikkinchi savol, taqdimoti boshida siz xorijiy tajribalar tahliliga to'xtaldik. Shunda Germaniya, Janubiy Koreya davlatlari sanab o'tdik. Ularda aynan bolalarni ijodiy rivojlantirish jarayoni qanday kechadi? Ya'ni ularni tajribasidan Rahmat. Savollar tushunarlimi? Tushunarli. Hop, demak, modelimizda demak tasviriy o'yin komponentlari, o'yin tasviriy komponentlari keltirib o'tilgan. Juda to'g'ri aytdingiz. Deyarli bu yerda jarayon bir xil, ya'ni o'yin holati, o'yin pozitsiyasi, o'yin vaziyati, keyin o'yin qoidalari, natijaning rivojlanishining noaniqlik, o'yin mazmuni va syujeti, o'yin harakati va o'yin natijasi. Bunda esa o'yin holati, o'yin vaziyati, rivojlanish va natijaning noaniqligiga ta'sirlanadigan obyektni idrok qilish yoki xotirani qayta tiklash, o'yin harakatlari, o'yin tasviriy harakatlar va o'yin tasvirining natijasi. Bu yerda hozir biz mana bu yerda ham aynan o'yin tasviriy o'yin natijasini ko'rsatib berdik. Bu yerda yuqorida aytganimizdek, o'yin tasvirida oxirida kartina hosil bo'ladi, yaqqol. Endi
Tasviriy o'yinda esa biz o'yin jarayonida tasviriy vositalardan foydalanamiz. Ya'ni chizib o'yinda vosita sifatida ishtirok etadi. Ya'ni tasvir, rasmlar. Bunda oxirida natija o'yin natijasi tugaydi, o'yinni o'zini natijasi. Lekin unda yaxlit tasvir, kartina hosil bo'lmaydi. Farqi shunda. Lekin jarayon bir xil. Bundan foydalansak, bizda ham xuddi o'sha faqatgina natijalar har xil bo'ladi. Ikkinchisi, xorijiy tajribalarni oladigan bo'lsak, bizda mana Janubiy Koreya yaqinda shu mana koyka bo'yicha ham juda ko'p mana bu yerda o'sha seminarlar tashkil qilinyapti. Bu qaysidir ma'noda, ya'ni 100% o'trak mani shaxsiy fikrim bu, haligi nima deydi, bizga talabga javob bermasligi mumkin, chunki obyektiv subyektiv sabablar bor. Bulardagi bitta eng oladigan yaxshi narsalardan biri erkin ijod qilishga qo'yib berish. Ya'ni erkin ijodi. Bizda erkin ijodi bizda ham bor ayrim hollar, lekin bu asosan bizda o'sha aynan yo'naltirilgan mavzu asosida chizib boriladi. Yoki bo'lmasa bolalarda mana ulardagi bizda haligi unga to'sqinlik qiladigan sabablar bizda bolalar sonining ko'pligi. Ularda bolalar soni bizdaga nisbatan 3 barobar, ya'ni kam. Ya'ni 10 ta, 12 ta, 15 tagacha bo'lishi mumkin. Bizda 40 ta, 45 tagacha bor guruhlar bor. Ularda agar biz ulardagi erkinlikni qo'yib bersak, unda tarbiyachi, bir dona tarbiyachi ulgura olmay qoladi. Lekin ijodni mana ko'p zavod fabrikalari mana o'sha Xitoy yoki Janubiy Koreyaniki ham bolalarga o'sha o'zlari alohida ajratib olib, bolalarga erkin rasm chizdiradi. Biror narsani chizdiradida, keyin ulardan kelib ichidan tanlab oladi. Ya'ni ular yaratgan bola, yuqorida ham aytib o'tdimmi, o'zi xohlamagan katta yoshli bola va kishi nimasini farqida bir xil, lekin natija har xil. Bola o'zi xohlamagan holda san'at asari yaratadi yoki biror bir jamiyatga foydasi tegadigan gul yoki tasvir, o'sha shakllarni yaratib beradi. Farqi shunda, ijod qiladi bola. Ijodiy rivojlanish ko'proq bo'ladi. Bolalardan ularni olib ketib, keyin o'zlarini o'sha ishlab chiqarishda bolalarda tasvirlardan ham ko'proq foydalanadi. Biz ham shu ijodiy erkinlikka sal bersak, ya'ni imkon bersak, yaxshiroq bo'ladi. Albatta. Yo'q, bor erkin ijodiy jarayon. Tarbiyachi qobiliyatlarni o'ziga Yo'q, men aynan tasviriy faoliyat nuqtai nazaridan qarab aytganman. Ijodiy jarayon yo'q, ilk qadamda to'g'ri aytyapti. Ijodiga juda erkin bering. Men amaliyotdagi holatdan aytyapman-da. Amaliyotdagi holatda shu ijodiy erkinlikka men ko'rganim uchun aytyapman. Balkim kam joyda ko'rib xulosa qilayotgandirman, lekin ilk qadamda berilgan aynan ijodiy hamma tomondan, nazariy tomondan bor. Men amaliyotdagi holatini psixologlar bolalarni rivojlantirishi eng katta vazifasi bo'lgan. Mana naqlayinga qarab, zo'gam qarasak, qanaqa katta imzo. Alloh saqlashgan. Nima deyish mumkin? Nima deydi? Yoki bo'ladimi, yo onasi bo'ladimi? Böyle katta yosh bo'ldi. Psixologlar tashxisi darsni katta to'g'ri beraylik. To'g'ri. Bana olmaklı ne? Dur ben savolları yok cevap vereyim. Kardeşler, portakalar mı? Yergenlikte savolları to'liq javob oldik. Rahmat. Marhamat, online'da qatnashganligi bizda eng yirik universitetimiz bor.
Boliviyada Koreyani tajribasi ham taqdim etilgan, o'tilgan yo'ldan bormi savollar? Qanovaxon. O'tlashi olmaydi. Şunda savol yo'q. Nordikdan savol yo'qmi? Kasb hepsi olib beradimi? Yo'q, bakki. Katta. Beshta savol tushdi. Qalingni mas o'z kasbingni ma'naviy rasmiy tarafdan savollar tushunarlimi? Tushunarli. So'z rahmat savollar uchun. Uyushma tasviriy faoliyat integratsiyasida qanday metodlardan foydalaniladi degan savol birinchisida. Bunda biz ochil dasturxon o'zimiz metodlarimiz, ochil dasturxon metodi, sehrli daraxt metodi, bundan tashqari yana geometrik shakllardan foydalanish metodikalarini asos qilib berdik, ya'ni integratsiyalashgan holda. Ikkinchi savol alternativ guruhlarga, ya'ni aynan joriy qilinganligida berilgan. Bu oilaviy nodavlat maktabchilari tashkilotlari uchun, ya'ni bizda malaka oshirish jarayonida shu aynan alternativ guruhlardan tasviriy faoliyat masalasida bolalar ijodiy faoliyat modul kiritilgan. Bu oilaviy maktabchilar tashkilotlarida ham aynan tasviriy faoliyat musiqani integratsiya holda o'tib borish. Uchinchisi rivojlanish, ya'ni darajalari, bu yerda o'sha ko'rsatkichlari, bu yerda ko'rsatkichlar faol tashabbusning tartibi, faoliyat motivi, maqsadga erishish uchun vositalarni tanlash va mustaqillik darajasi. Bu ko'rsatkichlar darajalarimiz 3 xil daraja, ya'ni past, o'rta va yuqori darajalarni belgilab bo'ladi. Savollar tushdi. Yana bormi savollar? Qancha ko'proq savollar bo'lsa, shuncha yaxshi. Ko'proq savollar. Yerini anglashga e'tibor beradigan. Rahmat, savol uchun. Tushunarli Savollar.
Hop, birinchi savol, ya'ni bolani shu o'z nuqtani ochib berishda, ya'ni o'z me'yorini anglash imkonini beradi. Bunda demak, maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlik garchi u hali to'liq rivojlanmagan bo'lsa ham, u kattalardan o'rganadi. Mana tarbiyachilardan o'rgangan nimalari, bilim mahorat chegarasidan tashqariga mustaqil chiqa oladi bola. Hali ya'ni biz mana buni chizgin desak ham o'zidan boshqa g'oyalarni yaratib boradi va o'zi yaratgan tasvir orqali biror mana tasvirda mana bu yerda chizib ham ko'rsatganimizda aynan tasvir yaratdi, u o'zi man qila oldim, o'ziga ishonch paydo bo'ldi, man chiza oldim deydi. Shundagina u o'zini anglashni boshlaydi. Biz ijodiy jarayonga juda ko'p haligi nima berishimiz kerak. Ya'ni mana bu yerda yana misol bilan ko'rsatmoqchiman shuni. Aynan bolaga biror bir predmet yoki hayvon biror narsani tasvirini o'zini qo'ysak, uni chizishni qiyin bo'ladi. Lekin mana bu yuqorida ko'rsatganimiz singari yo'nalish berib qo'ysak, uni chizishi keyingi tasvirlarni, bundan boshqa tasvirlarni chizishga ham katta imkon beradi. Mana avvalimizga oddiy bitta to'lqin chiziq va bu o'sha ikkitini tasvirini tasvirlashga turtki bo'ladi va bola bundan keyin ham o'zidan boshqa tasvirlarni yaratishni boshlaydi va u o'zida man yarata oldim, qila oldim, yasay oldim degan ishonch paydo bo'ladi va bola har tomonlama o'ziga menni anglashga turtki bo'ladi. Ikkinchi savol bu faoliyat turlarimiz. Biz bu yerda mana taqdimotimizdan berganmiz. Bolalarni ijodiy rivojlantirish faoliyat turlarini ochmaydi. Mana bu yerda o'sha bolaning ijodiy rivojlanish faoliyati turlari, bu yerda bola turli xil faoliyatlardan foydalanadi. Biz aynan o'yin va tasviriy faoliyatni ajratib qolganimiz va bularni integratsiya qilganimiz bolani eng nima deydi, qiziqib bajaradigan ishi bu o'yin hisoblanadi. O'zi qiziqib bajaradigan ish o'yin. Endi tasviriy faoliyat ham bolalarni ifoda tili desak ham mubolag'a bo'lmaydi, chunki hali bolani nutqi to'liq rivojlanmagan, hali u savolda chiqmagan, yozib ko'rsatiladi. Lekin rasmlar, tasvirlar orqali o'zini fikrini bayon qiladi. Shunda ijodiy rivojlanib boradi. Shuning uchun ham biz aynan mana shu ikkita tasviriy o'yin va tasviriy faoliyatni integratsiyasini tanlab qo'yamiz. Bormi yana savollar? Endi rais sifatida ham mana ishlashim kerak, ko'rishim kerak, eshitishim kerak, gapirishim kerak. Bormi bolalarni ijodiy ko'rsak bo'ladimi? O'shani metodika takomillashtirilgani natijasi tajriba sinov qancha muddat o'tdi? Tajriba sinovimiz 2020-2023 Bu tayyorgarlik guruh bo'lsa, o'zi maktabga chiqib bo'ldi bu bola. O'shani natijalari ko'rsak bo'ladimi? Rasmlar, bolalarni ijodi bormi? Ko'rsak. Hozir taqdimotimizda bolalar ijodi qilyapmiz, lekin hammasini chizib, ularni chizib olingan natijalarni Keyin o'sha bolalar bog'chani tamomlab borishdi. Tasviriy san'at endi hozir boshlang'ich ta'limda yo'q, texnologiya deb bor, yaxshi. Qolar qanaqa? Degan hozir gapirdi boshlang'ich. Bundan bolalarni davomi prezidentimiz uloqtirgan maktablar ochilyapti. Qaysi bog'chani bitiruvchilar maktablarga kelgan?
aynan o'sha O'zi bu vazifa tundimi yo'qmi? Bu bolalarni davom. bor. Hozir maktab buni biz o'sha birinchi boshlang'ich sinf tasviriy faoliyat tasviriy san'at darslarida ham kuzatdik biz. Ya'ni ularda ham xuddi siz aytmoqchi noan'anaviy usulda chizish usullari ham kiritilgan. O'sha 3D barmoq bilan, shamlar bilan chizish usullari yoki bo'lmasa barglar bilan chizish usullari bu bolalarni o'sha tasviriy faoliyatni o'zlashtirishga ancha turtki bo'ladi. Sababi bola mana biz maktab ta'lim tashkilotida o'sha tajriba nimalardan nazorat guruhidan tajriba guruhlaridan ko'rganimizda 30 ta bolani deyarli ko'pchiligi rasm chizishni xohlaydi, lekin ichidan 5 ta 6 tasi bor, umuman chizishni xohlamaydi. Men deydi chizmayman deydi. U chizishni yomon ko'rganidan emas, chiza olmaganidan u chizishni xohlamaydi va shunaqada aynan mana shu innovatsion usullar, ya'ni noan'anaviy usullarda chizish bolalarni aynan tasviriy faoliyatga jalb qilib olishning eng samarali usuli hisoblanadi. Shuning uchun ham mana shu narsa aynan maktab tasviriy san'at darslariga ham kiritildiki, maktabda ham baribir bolalarni ichida chizishni bilmaydiganlari bor, xohlamaydiganlari bor, o'shalarga ya'ni osonroq qilsin va o'zlashtirib shu ijodiy rivojlanishga xizmat qilsin. Ben dolzarb, sababi mana bolalar texnologiyani o'rgansa, kelajakda zo'r matematik, zo'r arxitektor, zo'r dizayner degan holatga endi yetmayapti. Bolalardan bo'lsa, 12 ta savolni muhokama bo'lyapti. Juda qanaqa fikr bor? Yana bormi savollar? Yetarli offline qatnashgan ular faqat savol beryapti. Keyingi bosqichga o'tamiz. Sportning ilmiy rahbari ham qatnashyaptilar. Nega men biko'p psixolog deb aytmadim, sababi Alisher Akbarovich nomzodi. Sen mana shu hangisi o'tgangan metod yaxshi e'tibor bermas ekan degan bu o'ylayman va bu jarayonni tuzib yani ijodiy navbatda ularni ijod bolalarni ijodini ham ko'rsak yaxshi bo'lardi. Rahmat. Estamos bakalım. Endi keyingi bosqichga o'tamiz. Rasmiy so'z beramiz. Rahmat. Birinchi so'z rasmiy Hikmatovna katta fakultetni rahbari ko'p ijodlarni
aldığımız portallar katlaşmayaptır. Online katlaşmayaptır. Kanal baktı rahmat Soğuk Türkiye. Assalomu alaykum, hurmatli rais, kengash a'zolari. Ovozim yaxshi kelyaptimi? Ko'rinishi Aa, kelyapti. Rahmat. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularni malakasini oshirish instituti tadqiqotchisi Po'latov Foziljon Usmonboyevichning tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarni ijodiy rivojlanishini ta'minlash metodikasini takomillashtirish maktabgacha tayyorlov guruhlari misolida mavzusidagi 13.00.08 maktabgacha ta'lim tarbiya nazariyasi metodikasi ixtisosligi bo'yicha pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun quyidagi xulosalarni berib o'tamiz. Bizga ma'lumki, mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, ilg'or xorijiy tajribalarni integratsiyalash asosida samarali ta'lim tarbiyaning innovatsion shakl usullari joriy etishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar hozirgi kunda amalga oshirilgan. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimida 2030-yilgacha rivojlantirishning konsepsiyasida ham bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratilgan. Shundan kelib chiqqan holda Po'latov Foziljon Usmonboyevichning tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarni ijodiy rivojlanishini ta'minlash metodikasini takomillashtirish nomli mavzusida dissertatsiya ishi maktabgacha ta'lim tizimining hozirgi kundagi dolzarb muammolarga bag'ishlangan desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi mamlakatimiz yoshlarini ichida demak o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, bugungi kunda shunga bog'liq bo'lgan holda ayni kunlarda maktabgacha yoshidagi bolalarni ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qiziqishi ortib boryapti. Bu ham ilm fanda, ham maktabgacha ta'lim amaliyotida pedagogik izlanishlarni faollashiga o'zaro ta'sir ko'rsatadi. Psixologik pedagogik tadqiqotlar ko'rsatadiki, ijodiy qobiliyatlarning namoyon bo'lishida asosan shart-sharoitlar yaratilishi ilk bolalik chog'larida paydo bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodkorligi garchi u hali rivojlanmagan shaklda bo'lsa-da, lekin o'zida bolaga katta yoshli kishilarni oladigan bilimlari va mahorati chegarasida tashqari mustaqil chiqishga imkon beradigan muhim sifatlarga ega bo'ladi. Yangi mahsulot, original rasm, ko'rilgan narsa va ertak va shu kabilar bolalarda paydo bo'ladi. Shundan ko'rinib turibdiki, dissertatsiyaning oladigan bo'lsak, birinchi bobida, ya'ni tasviriy faoliyat vositasida maktabga tayyorlov guruh bolalarini ijodiy rivojlantirish bo'yicha pedagogik faoliyatida birinchi demak bobida asosan keltirib o'tilganki, bolalarning ijodkorlik muammosi olimlar tomonidan katta yoshliklarning ijodi bilan bog'liq holda o'rganilgan. Bunda bolaning maktabgacha bo'lgan yoshdagi rivojlanishi bilan bog'lanadigan o'ziga xosliklari, xorijiy tadqiqotchilar izlanishlari asosida demak birinchi bobda asosan tadqiqotchi tomonidan mana shu tartibda ochib berilgan. Dissertatsiyaning ikkinchi bobi, ya'ni tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarni ijodiy rivojlanishining amaliy asoslari deb nomlangan bu bobida asosan bolalarni ijodiy rivojlantirish pedagogik jarayondagi o'yinli tasviriy faoliyat funksiyalarini yoritib berishga qaratilgan. Shuningdek, tayyorlov guruhlarida bolalarni ijodiy rivojlanishida o'yin va tasviriy faoliyat tasviriy faoliyat integratsiyalariga alohida e'tibor berilgan. Ushbu bobda ya'ni 6-7 yoshdagi bolalarni ijodiy rivojlantirish modeli keltirilgan. Ushbu texnologik tuzilish asosida o'ynab chizamiz mualliflik dasturi tatbiq etilgan. O'ynab chizamiz mualliflik dasturi eksperimental xarakterga ega bo'lib, tayyorlov guruh bolalarini shaxsini ijodiy rivojlantirishga qaratilgan. Uning asosiy maqsadi tasviriy o'yinlar va o'yin tasvirlari tizimida bola shaxsini ijodiy rivojlantirish bilan bog'liq tasviriy o'yin va o'yin tasviri universal qobiliyatlari faol o'zlashtirish uchun maydon sifatida e'tirof etilgan. Demak, dissertat tomonidan ya'ni dissertatsiyaning 3-bobida tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarini ijodiy rivojlantirish bo'yicha tajriba sinov ishlari amalga oshirilgan.
Tajriba sinov ishlarida quyidagi tartibda amalga oshirilgan, ya'ni e, e, tajriba sinov ishlarining mazmuni, mohiyati hamda tashkil etish samaradorligi, olingan natijalar 3-bobda tahlil qilingan. Ushbu bobning birinchi bosqichida maktabgacha yoshdagi bolalarni ijodiy rivojlanish muammosining amaldagi holati tahlil qilingan. Maxsus ishlab chiqilgan dastur, ya'ni suhbat, so'rovnoma, savolnoma, test materiallari, ya'ni mana shular asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining o'rganilayotgan muammoga munosabati aniqlangan. Maktabgacha yoshdagi tayyorlov guruh bolalarni ijodiy rivojlanishni ta'minlaydigan pedagogik shart-sharoitlar to'plami ochib berilgan. Ikkinchi bosqichida, tajriba sinov ishining ikkinchi bosqichida esa maktabgacha yoshdagi tayyorlov guruh bolalarni ijodiy rivojlanishi xususiyatlari aniqlangan. Boladagi motivatsion ehtiyoj sohasi shakllantirish darajasining ko'rsatkichlari ishlab chiqilgan. Shuningdek, tajriba sinov ishlarining birinchi bosqichi natijalarini tahlillari asosida didaktik materiallar majmui hamda tajribalar uchun metodik ko'rsatmalar va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Xuddi shu tajriba sinov ishlarining 3-bosqichida shakllantiruvchi bosqichida, ya'ni eksperimental va nazorat guruhlari tashkil etilib, ijodiy rivojlanishga qaratilgan tasviriy o'yinlar va o'yin tasvirlar tizimi joriy etilgan hamda pedagogik shart-sharoitlar to'plami asoslangan. Yuqorida keltirilgan ijobiy natijalar bilan birga endi aytishimiz mumkin, dissertatsiya hamda avtoreferatda bir qancha mulohazali takliflarimiz, mulohazali fikrlarimiz, ayrim kamchiliklar keltirilgan. Ana shular bo'yicha ruxsat bersanglar to'xtalib o'tsak. Demak, birinchi, dissertatsiya ishining birinchi bobida qator xorijiy manbalar berilgan, manbalarga murojaat qilingan, biroq O'zbekiston olimlari olib borilgan tadqiqotlar tahlili hamda ularni taqqoslash amalga oshirilmagan. Ya'ni dissertatsiyada ham, avtoreferatda ham muammoning o'rganilganlik darajasida xorijlik o'zbek olimlari fikrlari olimlar keltirib o'tilgan, lekin izoh berilganda faqat xorijlik olimlarni izoh keltirib o'tilgan. O'zbek olimlarining izohlari dissertatsiya bo'yicha qilingan ishlari keltirib o'tilmagan. Ikkinchisi, dissertatsiyaning 104-betida keltirilgan tayyorlov guruh bolalarni ijodiy rivojlanish modeli keltirilgan. Ya'ni ushbu modelni tahlili birmuncha bizni nazarimizda kengaytiribroq berilsa, bu maqsadga muvofiq bo'lgan bo'ladi. Uchinchidan, tajriba sinov ishlari natijalarida olingan matematik statistik ma'lumotlar keltirilgan bo'lsa-da, unda ko'rsatkichlarning sababiy omillari bayon qilinmagan. Ya'ni mazmunan ochib berishga berilmagan. Ya'ni buni yuqori darajada qanaqa, o'rta darajada, past daraja kabilar sabablar aks ettirilsa, ishning qaysidir ma'noda ilmiy amaliy ahamiyati oshgan bo'ladi. Keyingisi, amaliy tavsiyalar berilgan, lekin amaliy tavsiyalar manzilli tarzda berilmagan. Agarda mana shu manzilli tarzda tavsiyalar berilsa, bu maqsadga muvofiq bo'lar edi. Beshinchisi, ishda imloviy xatolar uchraydi. Ularni bartaraf etish albatta lozim. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan kamchiliklar tadqiqot ishini ilmiy amaliy qiymatini tushirmaydi. Aksincha, bartaraf etilsa, ishni qiymatini yanada oshirgan bo'lar edi. Xulosa qilib aytganimizda, maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlab, ularni malakasini oshirish instituti tadqiqotchisi Po'latov Foziljon Usmonboyevning tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarni ijodiy rivojlanishini ta'minlash metodikasini takomillashtirish mavzusidagi dissertatsiya nihoyaga yetgan hamda yakunlangan ilmiy tadqiqot ishi hisoblanadi. Ushbu dissertatsiya O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining falsafa doktori PhD dissertatsiyaga qo'yilgan talablarga javob beradi hamda 13.00.08 maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi metodikasi ixtisosiga to'liq mos keladi. Shularni e'tiborga olgan holda tadqiqot ishini to'liq yakunlangan va uning muallifini pedagogik fanlar bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.
Rasmiy opponent disciplinarniy matnni rahmat bizga bildirgan taqdir uchun. Demak, birinchisida dissertatsiya ishining xorijiy adabiyotlar kengroq berilgan, o'zbek adabiyotlari tahlil qilinmagan. Bu narsani keyingi ishlarimizda inobatga olamiz, albatta. Kengroq ishlar. Ikkinchisi, dissertatsiyani 101-yilda keltirilgan, ya'ni model tahlili kengaytirish kerak. Modelda modelning umumiy tuzilishi va unga berilgan izohlar fikrimizcha yetarli. Modelimizda demak berilgan ya'ni ta'riflari va sxemani o'zi ko'rinishi bizcha tushunishga yetarli deb hisoblaymiz. Tajriba so'rovlar natijalari olingan matematik statistik ma'lumotlar kengaytirilgan bo'lsa, ya'ni ularni ko'rsatkichlar sabablari bayon qilinmagan, ya'ni yuqori o'rtacha ularni ham keyingi ilmiy ishlarimiz yana shu joyga e'tibor. Amaliy tavsiyalar manzilli tarzda berilsa, maqsadga muvofiq bo'ladigan amaliy tavsiyalar berilgan. Keyingi ilmiy tadqiqot ishlarimiz bor. Ishning imloviy va uslubiy xatolar, kamchiliklar uchraydigan, buni ham keyingi ishlarimiz. Ha, bu emasdan ko'p vaqtdan keyin vaqtga topshiradigan hujjat. Ishlarning matnida tadqiqotchi tomonidan berilgan kamchiliklar bo'yicha to'liq javob oldingizmi? Oldim. Rahmat. Rahmat. Gulsanam matni ma'lumot ikkinchi qismda ham himoyada ham ko'ramiz. Navbatdagi so'z bizda qatnashyaptilar. Suleymanov askarali beriladi. Bu fanlar bilan bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli rais, kengash a'zolari. Dissertatsiyaga juda haftalar bilan 5 betlik tahlil yozgan edim, shuni o'qib berish niyatim bor edi. Lekin taklif tushgan imkon qadar qisqa qilish bu mantiqan to'g'ri, sababi birinchi opponent dissertatsiya haqida to'liq ma'lumot uchun imkon qadar qisqa qilishga harakat qilaman. Birinchi aytadigan gapim bu mavzuni dolzarbligi haqida ikki og'iz so'z. Ijodkorlik masalasi Aflatunlar davridan buyon bo'lsa ham, lekin bu jamiyatni o'zgarishi, ta'lim va tarbiyaga nisbatan talablarning o'zgarishi munosabati bilan doim dolzarbligicha qolaveradi. Bu birinchi jihat. Ikkinchi jihat, ta'lim turlari o'rtasidagi aloqadorlikda eng muhim bosqich bu shubhasiz maktabgacha ta'lim hisoblanadi. Sababi aynan maktabgacha ta'limda insonni dunyoqarashini, mazmunini 70% o'zlashtirgan bo'ladi. Ayniqsa bu jarayonda tafkiriy faoliyat yetakchi o'rin egallagan. Shu nuqtai nazardan dissertant tomonidan dolzarb mavzu tanlangan. Ya'ni mavzuning dolzarbligi haqida shubha yo'q. Ikkinchi aytadigan gapim, dissertatsiya strukturasi bo'yicha o'sha OAT talablari bo'yicha 3 bobdan iborat. Birinchi bobi muammoning nazariy asoslariga bag'ishlangan. Ya'ni bu yerda nazariy asos deganda asosiy komponentlar sifatida maktabgacha yoshdagi bolalarning, aynan bolalarini ijodiy rivojlantirishining o'ziga xususiyatlari ochib berilgan va bu jarayonda uning tarkibiy komponentlari nimalardan iborat, aynan shunaqa bo'lishi kerakligi ilmiy dalillar bilan o'sib berilgan. Bundan tashqari bu nafaqat pedagogik jarayon, keng ma'noda dialektik jarayon sifatida aytilganligi ana bu dissertatsiyani o'sha nazariy asoslarini fundamental asosga ega ekanligidan dalolat beradi. Ikkinchi bobi tadqiq etilgan muammoning amaliy asoslariga bag'ishlangan. Bu yerda asosiy e'tibor maktabgacha yoshdagi bolalarda
ijodkorlikni rivojlantirishning mazmuni, metodikasi, uni strukturasi va eng muhimi hali sxemada ham ko'rsatib berildi, faoliyatlar o'rtasidagi integratsiyaga bag'ishlangan. Shu joyda men ilgari ham seminarda ham qatnashib bo'lganimda dissertatsiya bir necha savollar berib javobini uncha anglolmagandim. Ya'ni bu narsa 3-ming-yillikni bolasida ham, bolajonda ham, ilk qadamda ham uncha men ko'zim tushmagan. Tasviriy o'yin va o'yin tasviri degan tushunchani uncha bilmagan. Aynan haligi amaliy ko'rsatilgandan keyin men bugun angladim shuni. Ya'ni o'sha tushunmagan joyimga javob. Ya'ni integratsiya o'yin bilan alohida ahamiyat kasb etilishi dissertatsiyada o'sha sxemalar, konsepsiyalar, yondashuvlar asosida asoslab berilgan. Ikkinchi bobda yana pedagog model ko'rsatilgan, modelda dissertant taqdimotida to'liq ochib bergan ikkinchi bobning alohida to'xtalmayman. Yana bitta narsa men qiziqdim shu narsada, 2 tomlik pedagogik slavlar va 4 tomlik pedagogik strategiya bor. Shu yerda ijodkorlikka juda katta ta'rif berilgan. Va shu yerda ingliz olimi Oz degan tadqiqotchini fikrlari keltirilgan ekan. Dissertatsiyada bormi yo'qmi qiziqdim. Haqiqatan o'sha aynan o'sha konsepsiyalari ham dissertatsiyada e'tiborga olingan ekan. Nafaqat e'tiborga olingan, dissertant unga nisbatan o'zini shaxsiy nuqtai nazarini bayon eta olgan. Boshqa umumlashtirib aytish mumkin bo'lganda, baribir bu psixologik jarayon. Shu nuqtai nazardan bolalarda ijodkorlikni rivojlantirishning psixologik aspektlarini tadqiqiga ham alohida e'tibor qaratilgan va bu narsaga kompleks yondashilganligi yana bir ishni yana bir ijodiy tomon sifatida baholanishi. Tarkibiy qismlar haqida gapirildi. Dissertatsiyaning ichida men mulohazalarimda bu narsaga alohida to'xtalaman. 24 turdagi faoliyat turlari ko'rsatib o'tilgan. Umumiy holatda dissertatsiya yuzasidan aytadigan gaplarim shu, lekin men dissertatsiya yuzasidan 7 punktdan iborat mulohazali fikrlarimni bayon etganman. Bu fikrlarni shakllantirishda ilmiy seminarda bildirilgan fikrlarim qanchalik e'tiborga olinganmi, olinmaganmi degan pozitsiyadan turib yondashdim va bitta pozitsiya o'sha bildirilgan pozitsiyam saqlanadi. Men buni qaytaraman yani. Ya'ni dissertatsiya strukturasida xususan falakatlar nomlanishi qayta ko'rib taklif etgandim. Misol uchun dissertatsiyaning birinchi qismida 3 ta muammo ko'rsatilgan. Birinchi muammo maktabga tayyorlov guruhi bolalarning ijodiy rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari. Ikkinchi muammo ijodkorlikni rivojlantirishning tarkibiy komponentlari. Uchinchi muammo bu pedagogik xususiyatlari. Shuningdek, bir uch bilan ikki birni mazmun jihatdan bir-biriga yaqin bo'lganicha qo'shib olish mumkin degan fikrga kelgan. Ikkinchi punkt. Bu hammaga tegishli va o'zim shogirdlarimga ham aytib so'ramayapman. Dissertatsiyaning kirish qismida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlarini, Vazirlar Mahkamasining qarorlari keltirilyapti va bu dissertatsiya shu farmon va qarorlarning bajarilishida muayyan darajada xizmat qiladi deyilyapti. Lekin qaysi farmonni, qaysi bandini nimasi bilan o'sha foydasi bor yoki xizmat qilyapti deyilgan savol ochiq qoladi. Hammaga tegishli. Agar har bitta dissertatsiya 3 ta farmon, 2 ta qarorni bajarilishiga xizmat qilaversa, O'zbekiston buni jannat bo'ladi. Bajarilmagan farmonimiz qolmaydi. Mana shu joyda tushunmay qolaveradi. Uchinchi mulohaza, vazifalarning 3-bandida tasviriy faoliyat vositasida tayyorlov guruhi bolalarni ijodiy rivojlantirish metodikasini innovatsion yondashuvlar asosida takomillashtirish vazifa belgilanganda, lekin dissertatsiyaning ichida o'sha innovatsion yondashuvlarni
yetarli darajada ochib berilmagandek tuyuldi. To'rtinchi mulohaza. Xo'sh, dissertatsiya matnida sohaga oid tadqiqotlarni, mutaxassislarning ishlarini o'rganish va tahlil qilishga keng o'rin berilgan. Ularning aynan qanday ishlarni amalga oshirganlikka aniqlik kiritish, ayrim konseptual qarashlar, xulosalarga nisbatan dissertantning shaxsiy mulohazalarini aniq dalillar bilan tafsirlashga alohida e'tibor qaratish foydadan xoli bo'lmasdi. Beshinchisi, dissertatsiya matnida keltirilgan tasviriy faoliyatga oid mashg'ulot ishlanmalari ilk qadam dasturidagi mavzularga maksimal darajada yaqinlashtirish mumkin edi. Va oltinchi, ayrim xato fikrlar bayon etilgan. Masalan, ijodkorlik ikki turga, ilmiy va ijodiy turga bo'linadi deb ta'kidlangan. Aslida bu ijodkorlik turlari ko'proq. Va yettinchi, oxirgi mulohaza, dissertatsiya mazmunida buni birinchi tadqiqotchi opponent ham aytib o'tdi. Ayrim parchalarda milliy ruh sal pastroq tuyuldi. Sababi ayniqsa rossiyalik olimlarning ishlarini tahliliga ko'proq e'tibor berilgani tufayli o'zimizni mahalliy tadqiqotchilarning ishlari kamroq o'rganilgandek tuyuldi. Shu sababli milliy ruh uncha sezilmagandek tuyuldi. Bu aytib o'tilgan mulohazali fikrlar dissertatsiyaning umumiy ijobiy bahosiga jiddiy ta'sir etmaydi. Dissertatsiya muayyan darajada ilmiy yangilik, nazariy va amaliy ahamiyatga ega, OAK talablari asosida yakunlangan va mustaqil bajarilgan sifatida baholanishi mumkin va dissertatsiya mavzusi va uning strukturasi, mazmuni da'vogarlar qilinayotgan shekliga mos keladi. Shuningdek, avtoreferat dissertatsiya haqida to'liq tasavvurga ega bo'lish imkonini beradi. E'lon qilingan ishlar ham dissertatsiya materiallari asosida berilganligi kerak. Endi odatda dissertant haqida ham gap aytiladi. Dissertant da'vogarlik qilgan olim maqomiga erishishga munosib odam deb bilinadi. Chunki shunaqa muhitda katta bo'lgan o'shalarni butun umr ta'lim tizimida ishlagan odam, albatta direktor bo'lganlar, shu muhitda ishlagan odam fan sohasiga kirib kelsa, yaxshi mutaxassis bo'ladi degan umid qilaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat hamkorligi. Rahmat bildirgan darhaqiqat aynan paragraflarni o'rganishda bir nechta muammolarni qayd etganmiz. Biroq biz ularni o'sha majmuani tarkibiy komponentlari sifatida tadqiq etganimiz bois shu tahrirda qoldi. Ikkinchi mulohaza bo'yicha to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Ya'ni aynan bizda ya'ni farmon, qarorlarni aynan ko'rsatish bo'yicha endi biz nima deydi? Doim mana shu holatlarga sharmon deydimi, holat orqa tarafdan ma'qullanayotganligi uchun shunday tahrirda qoldirdik. Ya'ni aynan uchinchi, demak bu yerda innovatsion yondashuvlar, ya'ni innovatsion yondashuvlar takomillashtirilganda biz bu dissertatsiyamiz ichida ham berganmiz, ya'ni hali yuqorida ham aytib ketdik. Ya'ni o'yin va tasvir faoliyati elementlarida foydalanadi. Noan'anaviy usullardan shuni innovatsion faoliyatni buni yoritib ketganmiz. To'rtinchi, beshinchi bandlarda keltirgan mulohaza fikrlarni demak o'rinli deb bilamiz. Ya'ni aynan mavzularni ham
qadam davlat o'quv dasturiga moslash kerak. Buni keyingi ilmiy tadqiqot ishlarimizni albatta inobatga olib, mavzularga o'sha savol bergan holda qilamiz va bajaramiz. Hop. Oltinchisi, ya'ni ayrim fikrlar kitob bayon etilganligi ham bu narsa biz aynan Milliy ensiklopediyani 4-yil 81-sahifasida olganmiz. Ya'ni aynan ijodkorlik yo'nalishi. Bizda ya'ni dissertatsiyamiz 2-bobida ijodkorlik yo'nalishi bo'yicha ijodkorlikka ta'riflarni batafsil bayon qilib keltirishga harakat qilganmiz. Va oxirgi dissertatsiya mazmunini ayrim parchalarda milliy ruh deyilgan. Bu yerda bo'yicha biz endi ham olib aytishimiz kerak. Ya'ni uzoq yillarda aynan Rossiya, ya'ni federatsiya doiralaridan biri maktab ta'lim muammosi bilan mustaqil ilmiy tadqiqot institutlari, sohaning yetakchi olimlari shug'ullanib kelgan. Shuning uchun ham biz bu yo'nalishda aynan ularni ishlaridan namunalar olamiz. Hozir ham misol endi biz ham xudo xohlasa bundan keyingi ishlarimizda aynan maktab ta'limida tasviriy faoliyatga oid adabiyotlar, ilmiy tadqiqot ishlarini kengaytirishga, ko'paytirishga harakat qilamiz. Chunki mana hozir og'riqli nuqtamiz ham maktab ta'lim tashkilotlarida aynan tasviriy faoliyatga oid adabiyotlarni yetishmasligi. Lekin Rossiya adabiyotlari juda ham keng va ko'p berilgan. Uchun ko'proq shundan foydalanib Hozir masala internetga chiqsak, eng mashhur eng mashhur bo'lgan anaforlar chiqadi. Bolalarni ham olib borgandik, qahramonlarni ham o'zidan bor. Ularni bildik. Metodikalar, kitoblar, makam rasmlarni hayotiy tajribani olish kerak. Ularni oilalarni o'rganishimiz kerakmi? Nega shunaqa mashhurliklar? Oiladan boshlaydi. Balki o'sha erkin ijod oiladan baribir boshlaydi. Maktab ta'limdan boshlaydi, yoshligi boshlaydi. Balki bu katta guruhlardan kechdir. Qanaqa mahsulot boshlash kerakdir? Endi mana rasmiy hamyurtlar o'tkazdi. Bundan tashqari mana tashkilotdan muhokama natijalarni ham
boshqa taqdimotlarda kelgan mashhurlarni so'z mehmonga beriladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasiga talabgor Po'latov Poziljon Usupjanovichning 13.00.07 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy rivojlanishini ta'minlash metodikasini takomillashtirish xalqning ichiga maktabga tayyorlov guruhlari misolida mavzudagi dissertatsiyasiga yetakchi tashkilot sifatida Chirchiq davlat pedagogika universiteti belgilangan. Yetakchi tashkilotdan ijobiy xulosa olingan. Shu bilan birgalikda ayrim mulohazali o'rinlar ham ko'rsatib o'tilgan. Masalan, milliy va xorijiy tajribalarni qiyosiy tahlil qilish hamda xorijiy tajribalarni kengroq yoritish kerak. Maktabga tayyorlov guruhi va birinchi sinf tasviriy faoliyat darslarini optimallashtirish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Uchinchi, ishda ilm yo'li variativ dasturiga murojaat qilinganda metodik qiymati yanada oshgan bo'lar edi. To'rtinchi, tasviriy faoliyatga oid tadqiqotlarni kengroq tahlil qilish kerak edi. Va oxirgisi, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatiga so'nggi yillardagi adabiyotlarni ko'proq kiritish kerak edi deyilgan. Umuman olganda, dissertatsiya va uning avtoreferati O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi nizomi talablari asosida ishlab chiqilgan deb xulosa berilgan. Yuqoridagilardan kelib chiqib, Po'latov Poziljon Usupjanovich tomonidan 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy rivojlanishini ta'minlash metodikasini takomillashtirish maktabga tayyorlov guruhlari misolida mavzudagi dissertatsiyasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti huzuridagi ilmiy daraja beruvchi ilmiy kengashga himoya uchun tavsiya etilgan. Bu endi taqrirlarga o'tib Po'latov Poziljon Usupjanovichning dissertatsiyasi va avtoreferatiga bir qator yetakchi oliy ta'lim muassasalari va tashkilotlarining professor o'qituvchilari va olimlaridan jami 11 ta taxris kelib tushgan. Jumladan Lebedeva nomidagi Rossiya davlat pedagogika universiteti professori, tarix fanlari doktori Arnayskaya tomonidan, Gumilova nomidagi Yevrosiyo milliy universiteti professori, geografiya fanlari doktori Mazbayev tomonidan, Gamburg universiteti professori, pedagogika fanlari doktori Weber tomonidan, Futus Survey kompaniyasi prezidenti, bu Amerika, psixologiya fanlari doktori professor Turg'unov tomonidan, Andijon davlat universiteti dotsenti, pedagogika fanlari doktori Samadov tomonidan, Farg'ona davlat universiteti professori, pedagogika fanlari doktori Qurbonova tomonidan, Guliston davlat universiteti professori, pedagogika fanlari doktori Turdibayev tomonidan, Namangan davlat pedagogika instituti professori, pedagogika fanlari doktori Ismailov tomonidan, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori Rizayeva tomonidan, Qarshi davlat universiteti professori, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori Xo'jaqulov tomonidan, O'zbekiston Finlandiya pedagogika instituti dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori Amanqulova tomonidan berilgan. Taqrirlarning barchasi ijobiy xulosalangan bo'lib, ularda Po'latov Poziljon Usupjanovichning dissertatsiyasi va avtoreferati Oliy attestatsiya komissiyasi talablariga javob berishi va uning muallifi
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasiga loyiq ekanligi qayd etilgan. Burada dersiz ama faktlar icraatı ilgiler tashkilot ishgan aksiyalar takdir beramiz. Berilgan sumalarda tasviriy faoliyatga oid tadqiqotlar kengroq talqin qilinsa yaxshi bo'lardi deyilgan. Yuqorida aytganimdek, ya'ni bu qonunlarni kengroq talqin qilingan bor berdi. Keyingisi keyingi nimasi ayrim ko'rsatilgan mulohazali fikrlarda ya'ni keyingi ilmiy tadqiqot ishlarimizdan albatta inobatga olamiz. Mas mana hammasi rasmiy bo'ldi. Takliflarni ham eshitdik. Endi tarixiy chiqamiz, norasmiy. Marhamat, sizga chiqarganlarimizga mehmonlar. Norasmiy. Yana so'z berasizmi? Rahmat. faoliyat amin bu faoliyat yo'naltirilgan harakatlarga o'yin faoliyati bilan rasmni birgalikda integratsiya qilish jarayoniga ko'p ilmiy tushunchalar berilgan. Lekin bu yerda chiqayotganda o'sha ilmiy tushunchalar qanday tatbiq etildi, differensiatsiya jarayoni qanday ketdi, kreativlik bilan bog'liq jihatlar maktabdagi bolalarni qanday ochildi, yo'naltirildi. Berilgan. Asosiy holatlarni bu yo'nalishda bordi. Biz ko'proq savol berdim, metodik jihatlariga qanaqa qilib o'rgatdingizdi. Hozir bizlar bu yaxshi kulli bolani rasmida uning holati psixologiya yozgi qobiliyat yetarli boshlangan. Lekin rasm faoliyati o'zini tutlari bor. Bilasiz, qurish yasash. Bitta jihatini olgansiz. Faqatgina rasmda ijodiy mavzuda rasm chizib, u ilk qadamda bor. Faoliyatda ham bor. Yana man sizga keyingi ishlaringizni inobatga olishni so'rar edimki, rivojlantiruvchi markazlarni faoliyat nimada? Ta'limiy faoliyatni sanab o'tib, aynan markazlardagi faoliyat qayd etilishi kerak edi. Yana bitta narsa o'ynab chizamiz degan mavzusiy dastur yaratib. Mavzusiy dasturni faqat borish kerak. Bu yerda o'yinlarni bergansizlikni taqdim etilish mexanizm
ya'ni shunday ishingizni amaliy ahamiyati yoritilgan bo'ladi. Rahmat. Shular bormi? Rahmat. Ular rasmiy va norasmiy baholarni eshitdik. Endi berilgan natijalar bo'yicha hisob-kitob kerak. Taklif bo'lyapti. Taklifmi yo'q tasdiqlangan fikr bo'ladi. Bu yerdagi offline qatnashgan a'zolardan to'g'ri topchilaring. To'g'ri Mahmudovni va Aliza qasd bo'lmasa buni avvalga qo'yamiz. Bunga qatnashgan a'zolarim iltimos ko'plari oynalarini ochib berdi. Boshqalar ovozga qo'yapti hisob komissiya. Hisob komissiya. Rajiboyeva Hiyova Mahmudovni, Jalilova Nargiza Nuridinovni va Abdurahimova Dilfuza Aliyevni. Endi sizlarda ular turib berishyapti, to'g'risi. Sababi offline qatnashganligi uchun. Bu hisob komissiyasi tarkibi ovozga qo'yilyapti. Kim shu sostav tarkibi bo'yicha tasdiqlab qo'yishimiz kerak? Marhamat. Shu sostavda qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Bo'lmasa 5 minut tanaffus. Hisob komissiyasi raisi kim bo'lganligi ko'pchiliklar ishni boshladi. Online qatnashganlar iltimos oynalarini ochib endi qilamiz. Hozir YouTube prямой translyatsiya bo'ladi. Sana videolarni hammasini ko'rasiz. Emas, YouTube ko'ring. Endi YouTube qanchalik Paxtalar, paxtachilar, zamin videoda mana bilan ko'ryapmiz.
posso pagar yo na parte da like Надо еще вашу проверить. Проверяй. Ага. Мама говорит, да, много. Я чемпионатом чемпионом. Avloniydi o'zi qilmasgan. Biz yardım et. Do'qoyini o'qimabdi. Men yardım etdim.
Top yanıtımızı, endi uni natijasini eshitish uchun so'z Abdurahimova Musa Aliyevnaga beriladi. Sразу ikkita bayon, bitta ovoz bilan tasdiqlaylik mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari, aziz mehmonlar. Ilmiy kengash saylangan hisob komissiyasi majlisining birinchi sonli qarorida bayonnomasini o'qib eshittiraman. 12/2025 yil. Ushbu komissiya Quvvati Qosimjon Yusuf O'tibaj 8 maktabgacha ta'lim va tarbiya nazorati metodikasi ixtisosligi bo'yicha tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy rivojlanishini ta'minlash metodikasini takomillashtirish, maktabga tayyorlov guruhlari misolida mavzusidagi dissertatsiya ishi yuzasidan to'plangan ovozlarni aniqlash uchun saylandi. Komissiya tarkibi 3 kishidan iborat qilib saylandi. Saylangan komissiya tarkibi Abdurahimova O'zaliyevna, Jamilova Nargiza Nuriddinova hamda Tojiboyeva Dilolaxon Mahmudovna. Hisob komissiyasi raisi etib pedagogika fanlari doktori professor Abdurahimova O'zaliyevna saylandi. Komissiya a'zolari Jamilova Nargiza Nuriddinova hamda Tojiboyeva Dilolaxon Mahmudovna etib saylandi. Komissiya raisi va a'zolariga e'tiroz bo'lmasa, komissiya majlisining keyingi bayonnomasini o'qib eshitiraman. 12/mart/2025 yil saylangan komissiya raisi Dilfuza Abdurahimova. Komissiya Quvvati Qosimjon pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga qo'yilgan dissertatsiyasi yuzasidan offlayn hamda onlayn belgilangan ovozlarni sanash uchun saylangan. Ilmiy kengash tarkibi 13 kishidan iborat etib tasdiqlangan. Ilmiy kengash tarkibiga hal qiluvchi ovoz berish huquqida qo'shimcha ravishda hech shaxs kiritilmagan. Majlisda ilmiy kengash a'zolaridan 13 kishi, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 7 nafar fan doktori rais ishtirok etdi. 13 ta byulleten tarqatildi. Onlayn va offlayn tarzda byulleten tarqatilmay qolmadi hamda natijada 13 ta byulleten borligi aniqlandi. Ovoz berish natijalari: Quvvati Qosimjonning pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 13 kishi, 100%, qarshilar hamda betaraflar, yaroqsiz deb topilgan hujjatlar yo'q. Hisob komissiyasi raisi Abdurahimova va bir ovozli farmon. Rahmat, hisob komissiyasi qilgan natijalar bo'yicha biz ovozga qo'yishimiz kerak. Ya'ni bayonni tasdiqlab qarshilar, betaraflar yo'q. Значит, bir ovozdan qabul qilindi. Endi ishimizni davom ettiramizlar. Hammalar qo'linglarda dissertatsiyaning yuzasidan xulosasi tarqatilgan. Bunaqa taklif tushyapti. Buni asos deb uchun qabul qilinadi. Qarshilar bo'lmasa, buni ham ovozga qo'yamiz. Uchani xulosasi asos deb topildik, ovozga qo'yamiz. Qarshilar, betaraflar yo'q. Keyingi bizlarni dissertatsiyaning tartibiy belgilari ham tasdiqlab qo'yishimiz kerak. Marhamat, men so'z ilmiy qarshiga beraman. Uni sirani belgilaymiz, qarshilar bo'lmasa. Rahmat. Demak, dissertatsiyaning tarkibiy belgilari. Birinchi, dissertatsiya natijalarining xususiyatlari. 2. Ikkinchi, dissertatsiya natijalarining yangilik darajasi. 201. Uchinchi, dissertatsiya natijalarining qismati. 202. To'rtinchi, dissertatsiya mavzusining rejadagi tadqiqotlar bilan aloqadorligi. 402. Beshinchi, amaliy ahamiyatli molik dissertatsiya natijalaridan qay miqyosda foydalaniladi. 5.3. 6. Amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalaridan keng foydalanish yuzasidan tavsiyalar. 6.1.
Endi hamma xulosa va belgisli inobatga olib, hamma natijalarni hisobga olib, ilmiy kengash qaror qabul qilishi kerak. Значит, ilmiy kengashi qarori maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarni qayta tayinlash, ularning malakasini oshirish huquqidagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengashining huquqiy rasmiy himoya va ovoz berish natijalariga ko'ra tahsiliy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy rivojlanishini ta'minlash metodikasini takomillashtirish, maktabga tayyorlov guruhi misolida mavzusidagi 10.008 maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi Istoq quydagidan Bulaqov Fazljon Uslubjonovichga pedagogika fanlar bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblansin va tasdiqlansin. O'zbekiston Respublika Oliy attestatsiya komissiyasi kengash qarorini tasdiqlab berishi so'rashga yuborildi. Qaror qismiga boshqa takliflar yo'qmi? Yo'q bo'lsa, buni ham ovozga qo'yamiz va tasdiqlab qo'yishimiz kerak. Marhamat, qarori tasdiqlansin deb ovoz berishga so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, bizlarni ikkinchi qismi ham bor, davomi ham bor, lekin birinchi qismni tugatish uchun so'z dissertantga o'ziga beramiz. Endi 20 minutdan 2 sekund berilyapti. Birinchidan tabriklaymiz. Ilmiy rahbarimizni ham tabriklaymiz. Shunaqa shogirdlar ko'paysin. Anchariga endi ham rahmatman, yo'q, rahmat. Hurmatli rais, hurmatli rais, hurmatli a'zolar, hurmatli qatnashchilar. Avvalambor mana shu joygacha yetib kelganim uchun Allohga hamd sanolar bo'lsin. Qolaversa mana shu joygacha kelganimga qo'llab-quvvatlagan ota-onamga, ustozlarimga, mana shu yo'lda menga yordam bergan barcha ustozlarga boshimga tekkinchi ta'zim qilaman. Hammalarga rahmat. Minnatdorman. Fazljo'nga rahmat. Bu yerda qatnashgan qo'llar, qarindoshlar, rahmat. Yangi ovozimni rahmat.